Biz bugun ta'limda duch kelayotgan eng katta muammo shuki, farzandlarimiz kim bo'lishini yaxshi biladi. Lekin ming afsuski, ular hayotda nima uchun yashash kerakligi haqida hatto tasavvurga ham ega emas. Biz ularni imtihonlarga yaxshi tayyorladik. Haqiqatda zo'r tayyorladik, lekin hayotgacha. Chunki natijani baholarda qilib qo'ydik. Raqamlarda va reytinglarda. Aslida eng katta natija nima edi bilasizmi? Ota-onasining yuziga hurmat va ehtirom bilan qaray oladigan, o'zligini tanigan, jamiyati uchun hissa qo'shadigan kuchli shaxs edi. Aynan shu edi bizning natijamiz. Demak, maktabdagi maqsadimiz shunchaki bilim berishdan yuqorida turadimi? Mutlaqo. Ya'ni Bizning vazifamiz bolaning ichidagi o'sha ilohiy olamni o'chirmaslik. Va kuchli jamoa faqatgina bitta maqsad atrofida birlashsagina mo'jiza yaratadi. Men bu yerga nafaqat rahbar bo'lib, balki shu mo'jizaning bir qismi bo'lish uchun keldim. sizdagi bu dard bizning maqsadimizni butun qiladi. Unda yangi sahifani boshladikmi? Boshladik. Ota-onalarimiz kutgan farzandlarimiz loyiq bo'lgan ta'lim uchun. Xayrli bo'lsin.